Jet xazinani biri bo'lgan tovuq fermaga keldim akalar. 4000 kvadratga mo'ljallangan kotel, aqlli shet, stabilizator, hattoki ikkita запасной motorlari bilan qo'yib berishgan. Bizni nomimizdan chiqsang, uni izolyatsiyalarni ham qilib berishadi. Ichida ketadi. Ketdik, ichkariga kiraylik. Bekarga xazina emasda, amon qaranglar. Tovuq ferma, haqiqiy ferma. O'tkazib ushlanmaydi buni. Xullas, buni hamma magazin, hamma do'kondan topsalaring bo'ladi. Tovuq oyog'imni ham yeyapti bular. Mana anaqa tovuq fermalarda isitib berish xizmati, o radiator, padiator, qo'lni patkulish sizlarga topshiradi. Tovuq fermalaring bo'lsa bo'ldi. Cho'jani olib qo'yinglar, qishda -10 gradus ham 30-35 gradus issiqlikda ushlab beradigan akalarni oldiga kelganmiz. Namangandamiz. 2008-yildan beri tovuq fermalari 300-350 tasiga butun O'zbekiston bo'ylab mana shunaqa kotellarni o'rnatib berishibdi. Qishda -10 da ham akalar 30-35 gradus ta'minlab beradi. 1 yil kafolat deyishyapti. Mana bu yerda hamma hujjatlari bor akalar. ZAKS qog'oz islami, metrga hammasi bor. 95 gradusga kafolat berishar ekan akalarimiz. 1 yil kafolatdan tashqari servis xizmati ham muammo yo'q. O, ichkarini bitta ko'rsatib yuboring. Ichkarida hozir Andijonga bir joyga zakazga tayyorlanayotganlar bor ekan. Bu Samarqandga ketyapti ekan. Aytib o'tganimizdek, sutkasiga 300 kilodan 500 kilogacha bo'lgan ko'mir bilan 1000 kvadratli tovuq fermani xotirjam 30-35 gradusda ushlab tursa bo'lar ekan.